Toshkent viloyati Olmaliq shahrida yo'lovchi tashish faoliyatida xavfsizlikni ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda ehtimoliy noxush holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida profilaktik tadbir o'tkazilmoqda. Tadbir davomida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi korxona va tashkilotlar mas'ullari, shuningdek haydovchilar bilan yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish masalalari muhokama qilindi. Hozir shu haqda. Olmaliq shahrida yo'lovchi tashish faoliyatida xavfsizlikni ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda ehtimoliy noxush holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida profilaktik tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi korxona va tashkilot mas'ullari, shuningdek haydovchilar bilan yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish masalalari muhokama qilindi. Ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 4-noyabrdagi 482-sonli avtomobil transportida yo'lovchi va bagajni tashish qoidalari to'g'risidagi qaror talablariga alohida e'tibor qaratildi. Profilaktik suhbat davomida ta'lim muassasalari, maktab va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilarini O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi xizmati ruxsatisiz ekskursiya, turistik safarlar, Yangi yil, archa bayramlari va boshqa ommaviy tadbirlarga olib chiqish qat'iyan taqiqlanishi yana bir bor eslatib o'tildi. Mutasaddilar tomonidan barcha haydovchilarni amaldagi qonunchilik hujjatlari bilan tanishtirish, texnik holati soz bo'lgan transport vositalaridan foydalanish hamda yo'lovchilar hayoti va sog'lig'i uchun mas'uliyatni oshirish zarurligi ta'kidlandi. Ushbu profilaktik tadbir yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar hayotini asrash va yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan muhim chora-tadbirlardan biri hisoblanadi.